Ko'p qavatli uyda yashovchi mulkdorlar diqqatiga: qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi ogohlantiradi. Ko'p qavatli uylarning umumiy maydonini o'zboshimchalik bilan egallab, qurilmalar barpo etish amaldagi qonunchilikka ko'ra qat'iyan taqiqlanadi. Bunday harakatlar uy atrofida yo'laklar va infratuzilmani buzishi, aholi uchun harakat erkinligi va xavfsizligiga tahdid solishi, shuningdek favqulodda holatlarda, masalan, tez yordam va yong'in o'chirish mashinalarining hududga kirishini qiyinlashtirishi mumkin. Agar ushbu qoidabuzarlik mulkdorlar tomonidan sodir etilsa hamda inspeksiya xodimlari tomonidan mazkur qoidabuzarliklarni, ya'ni o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmalarni bartaraf etish uchun belgilangan tartibda muddatli yozma ko'rsatmalar berilsa, mulkdor tomonidan yozma ko'rsatmalarda belgilangan muddatda ushbu qurilmalar bartaraf ettirilsa, mulkdorlar ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Agarda ushbu holatlar belgilangan muddatda bartaraf ettirilmasa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasining tegishli qismlari asosida jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda, mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobarida jarima jazosi qo'llaniladi. Shu bilan birgalikda mazkur o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmalarni majburiy tartibda bartaraf ettirish chorasi ko'riladi. O'zboshimchalik bilan barpo etilgan qurilmalar xavfsizlikka, hudud infratuzilmasiga, sanitar holatga va favqulodda xizmatlarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yo'nalish doirasida inspeksiya xodimlari tomonidan kuchaytirilgan tartibda nazorat tadbirlari olib boriladi.